Apochdan kevrishimiz bo'lyapti, bu yog'imizda rohatga ketaverishimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shuna 100 metr kelganimizda go'zal mahallamiz bo'lyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu uyimizni yer hisobida sotilyapti. Fasadlarimiz 12 bo'lyapti, uzunasiga 38. Hozir sizlar bilan ichkarini ko'rsatib beraman. Hop, kirganimizda bu yog'imizni oldin six sifatida ishlatishgan ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aytib o'tganimizda old fasadlarimiz 12, uzunasiga 38 bo'lyapti. Dalshi ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yoqda общий 8 ta xonasi bor ekan. Sanuzollari ham bor ekan, xohlasanglar kelib eshitsanglar ham bo'ladi. Polibom yer holatda sotilyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, remontlari ichkarini o'rta holatda ko'rsatib qo'ya qoldi ichkarini. Bu yerimizni 4,5 sotib oldi. Dokumentlardan muammo yo'q, akalar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, egalar tomonidan reklama qilindi. Uyimizni obzor qilib chiqdik o'rtoqlar. Aytib o'tganimizdek, oldi fasadlarimiz 12 bo'ldi. Shunda katta yo'lga bir qadam, metroga ham bir qadam, rohatga ham bir qadam. Xudo xolasa egalarning raqamini pastga qoldiramiz. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek 32.900 dan qo'yildi narxi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Salomat bo'linglar, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.